Xo'p, assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Bizani yangi kuzatuvchilarimiz, foydalanuvchilarimiz sizlar bilan yangi videorolikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bugungi videorolikda sizlar bilan birgalikda o'zbekcha dahshat bitta zo'r saytimiz bor. O'zbekcha saytimiz hisoblanadi. So'mda biz pul ishlab borishimiz mumkin. Juda ham sodda va ishonchli sayt. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsangiz sizlar bilan qanday qilib pul ishlash yo'llarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Albatta oxirigacha tomosha qilinglar do'stlar. Bundan oldin esa sizlarga bitta iltimosim bor edi. Kanalimizga obuna bo'lib, bu kanalimizdan ham tezroq 1000 ta obunachi yetkazib qo'yishingizni iltimos qilardim. Mani eski kanalim ba'zi bir noto'g'ri videolar sabab banga tushib qoldi ma'lum bir muddatga. O'shaning uchun bu kanalimizda hozir mayda kanalimizda shu kanalimizni kim ko'rayotgan bo'lsa, shunday bitta videoni orqaga qaytarib podpiska bosib kuzatib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Sizlarga xudo xolasa foydali videolarni keyin juda ham ko'p chiqarishga harakat qilaman. Videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz do'stlar va saytga o'tib olamiz. Xo'p do'stlar, bugun bizga kerak bo'ladigan sayt mana shu sayt hisoblanadi. DMC deb nomlangan saytimiz. Birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Mana bu yerga telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. 998 dan boshlamay birdaniga mobil aloqa raqamimizdan boshlaymiz. Misol uchun 99 88 deb boshlab ketasizlar. Mana bu yerga parol kiriting degan joyga va mana bu parolni tasdiqlang degan joyga bir xil parol o'rnatasizlar. Xohlasanglar faqat raqam, xohlasanglar son yoki ikkalasini aralashtirib murakkabroq qilsanglar ham bo'ladi, bu o'zingizlarga bog'liq. Va mana bu yerda o'zi shunga o'xshash o'zi yozib o'tiradi. Bunga tegmaysizlar hamda ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosasizlar. Bu yer ekranni bosgan holatda sizlar o'zingizlarni o'sha raqaminglarni hamda login parollarni kirgizib o'zi tepada saqlash degan yozuv chiqadi avtomatik. Mana bu yerga bitta bossanglar kirib ketadi. O'shani saqlab, mana bu yerga bitta teginsanglar kirib ketadi. Meni ham akkauntim bor, hozir kirib videoni davom ettiraman. Xo'p do'stlar, saytimizga kirsak shunaqa bo'lim chiqadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek osongina mukofotdan olganinglarni ko'rib turibdi, mukofot olganman. Saytimizdan mana bitta rasm bor ekan, ko'rib turganingizdek. Bu saytda birinchi bo'lib kabinet degan bo'limga o'tib olishimiz kerak. Mana kabinetim mahsulotlarim degan joyda ko'rib turgan bo'lsak, mana bu yerda meni mahsulotlarim bor. Ya'ni D1 sotib olganman. D1 degan narsamiz bor. Ko'rib turganinglardek. Hozir mana bitta sizlarga ko'rsatib beraman. Mahsulot degan joyni bitta bosadigan bo'lsak, narxi mana yangi boshlovchilar uchun tekin, har bir buyurtma uchun 400 so'm daromad, общий 5 ta kunlik 2000 so'm shunchaki tekin ishlab borishingiz mumkin bu saytdan do'stlar. Tekinga 2000 so'm. Keyingisi 50 ming so'm turadi, atigi juda ham arzon. Mana bitta 5 ta zadaniya bor. 384 so'mdan har bitta zadaniyamiz. Общий 1920 so'm, 50 ming so'mdan 1920 so'm, past 2000 so'm, 50 ming depozitdan kuniga ishlab boramiz. 100 ming depozitimizdan kuniga 4 ming so'm ishlab boramiz. 4300 so'm. Keyingisi D3 tarifimiz 300 ming, kuniga 14 mingga yaqin pul ishlaymiz. Keyingisi 600 ming so'm. Shuni olsanglar yaxshiroq, 30 ming 600 so'm kuniga pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. 1,5 millionga olsak kuniga 77 ming so'mdan ishlab boramiz. 3 millionga olsak kuniga 162 ming so'mdan. 6 millionga olsak 341 ming so'mdan. 15 millionga olsak 889 ming so'mdan ishlab boramiz. Eng katta tarifi shu hisoblanadi. Xo'p, xohlasanglar tekinga ishlaydi, xohlasanglar mana bitta VIPlarni sotib olib ham stabil mana bitta D3, D2 larni sotib olib ishlasanglar bo'ladi. Men D1 da sotib olganman, ko'rib turganingizdek, mana bitta mahsulotlarim degan joyda. Mana D1 ishlamoqda bo'lib turibdi. Vazifalar degan joyga bitta bosadigan bo'lsak, vazifani boshlashga bosamiz. Mana bitta install degan yozuv chiqadi. Mana bo'ldi do'stlar. Bitta mashina bosib chiqsanglar bo'ldi, o'zi 100% bajariladi. Juda ham sodda. Sizlar hech qanaqa zadaniya ham deb bo'lmaydi buni. Mana balansimga endi o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda pulimiz 1920 so'mga ko'payadi, ko'rib turganinglardek. Endi sizlarga qanday depozit kirgizishni tushuntirib beraman. Minimum 50 ming so'm depozit to'lov kanalini bosamiz va miqdorni kirgizamiz. Misol uchun 300 ming so'm depozit kirgizmoqchi bo'lsanglar, to'lashni bosamiz. Mana shunaqa bo'lim chiqadi sizlarda.
sizlarga karta hamda raqam kimni nomidagi plastik raqam ekanligi hamda plastik raqam qanaqa bankdaligi kelib chiqadi. Summani to'liq hisob raqamga mana shu insonning nomidan Mirzayev Muhammad Solih chiqdi menga. Sizlarga ham shu chiqishi mumkin yoki boshqasi ham chiqishi mumkin. O'sha to'g'ri kirgizib, to'lab bo'lganingizdan keyin shu skrinshotini mana bu yerga yuklaysizlar. Mana bu yerga skrinshotini, chekini yuklab qo'yasizlar и подтвердить платеж bosinglar. Pul 1 daqiqa ichida, 1 daqiqadan 3 daqiqa ichiga hisobingizga keladi. Xo'p, pul yechish bo'limi ham bor. Buni ham tanishtirib o'taman. Bank kartamizni qaysi bankka tegishli ekanligini kirgizib olamiz va karta raqamimizni, kartani egasini yozib qoldiramiz. Men hozir kirgizib olaman. Xo'p, saqlab oldim o'zimni, hamyonimni. Mana bu yerda kartam chiqdi. Men pul yechish summasini kirgizsam bo'ldi. Mana bu yerda minimum pul yechib olish do'stlar, qaranglar. Bu saytimizning eng zo'r tarafi minimum yechib olish 6000 so'm. Pul yechish do'stlar har kuni 9:00 18:00 gacha pul yechib olsak bo'ladi. So'rovlarimiz shu vaqt oralig'ida yuborsak tezroq ko'rib chiqilar ekan. Xizmat haqqi barcha pul yechishdan 1000 so'm yechsangiz ham 100 ming yechsangiz ham 15% olib qolar ekan. Mana pul yechish funksiyasi do'stlar, xarid paket qilganingizdan so'ng faollashadi. Ya'ni sarmoyasiz ishlab tursangiz ham bitta 50 ming so'mga yoki 100 ming so'mga paket sotib olsanglar minimum, keyin pul yechib olishingiz mumkin ekan. Tezkor tranzaksiya deyishyapti. Hozir misol uchun men 50 ming so'm yechmoqchi bo'lsam, qani ko'ramiz. Yechilarmikan? Iltimos, belgilangan vaqt ichida pul yeching deb bizga keldi do'stlar. Xo'p, ana shunaqa bo'ladi. Mana bu taklif degan joy bor. Do'stinglarni taklif qilib ham ular orqali pul ishlab olishinglar mumkin bo'ladi. Bitta nusxalab 3 darajali referral tizimi ham mavjud. Vazifalar degan joyni ko'rib chiqdik. Mana bu zadaniya, viplarni sotib olganlardagi zadaniya chiqadi. Qo'llab-quvvatlash markazini bossanglar sizlar bilan bog'lanishadi. Guruhi ham bor, hamjamiyat promo degan joyda ham bor. Albatta. Xo'p, o'sha guruh degan, hamjamiyat degan joyga bossanglar mana bunaqa guruh bo'lib o'tadi. Bu sayt hozircha yangilik uchuncha ko'p foydalanuvchilari yo'q. Lekin ancha ko'p foydalanuvchiga erishishadi. 1-2 kun ichida xudo xolasa ishlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Birgalikda ishlab boramiz, o'zim ham ishlayman. Bu saytdan yechgan pullarimni Telegram kanalimda skrinshotini joylab boraman. Telegram kanalimning linki YouTube kanalimning opsiyasida bo'ladi. Kirib obuna bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Video yoqqansa like bosib, kanalimizga обязательно do'stlar obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.